Erkaklar qo'yilgan rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar. Chunki sizlar eshak emassizlar. Pulni topib qiynalib, 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib, 3 kunda sarfdan yana ketyapsizlar. Erkaklar qo'lga olinglar, solchilikni ham qo'lga olinglar, o'zingizlar hal qilinglar to'yni. Oson to'y qilish, oson. Payg'ambarimiz aytganlar, kim nikohni yengil qilsa, bas u zinoni og'ir qildi. Kim nikohni og'ir qilsa, bas u zinoni yengil qildi. Shuning uchun shunaqa bir jinnakatda urf-odatlarda, isroflarda o'ylab topib, to'yda nikohni og'ir qilayotganlar qiyomat kunida javob berishadi. Mana shu xotinlarga talabalar berayotgan erkaklar ham javob berishadi. Uylanolmay qolib yuribdi bolalar, yosh bola yoshga boradi. Qizlar yetib turmushga chiqa olmayapti. Iqim chiqindi ko'pligidan.